Voy vo, voy. Jannatu jannat, voy vo. 40 ming xil gul bor ekan-a buni. Rang-barangligini qaranglar, muncha chiroyli. Voy. Bodringi ham bor ekan. Voy, jo'xori ham bor ekan. Voy, tavba qildim. Farosatdan ham bor ekan. Mendan boshqa hamma narsa bor ekan bu hovlida. Voy, tavba. Men bu anu yalpizlarmi? Dala yalpizmi nima? Men ramashkalar olib tashlashmabdi ham mana buni qarang. Men ustini yopib qo'ygan nimasi ekan. Buni orasida men nima? Voy, astag'firulloh, hovlida ham mana shu jo'xori ekar ekan. Bu jo'xorini kim ekibdi? Tavba qildim. Bir o'tgan yili tarvuz chiqdi shularning hovlisidan. Tavba qildim. Voy, mendan boshqa hamma narsa shunaqa ham beparosat, betartib bo'lar ekan. Bular tag'in maqtanishiga o'laman. Mana bitta chelaklarda nimalar musorlar turibdi. Voy, tavba. Qaqa qaraydi bular o'zi. Tavba qildim. Siz qaysi birisiz, azizim? Qaysi bir obrazdasiz? Faqat chiroyli, yaxshilikni ko'rasizmi yoki negativlarni ham birma-bir hisobga olasizmi? Qaysi biri sizga foydali, qaysi biri kayfiyatingizni ko'taradi? Xursandchilik, chiroylik qidirishmi yoki ayblarini, xatolarini topishmi? Umringizni nimaga sarflayapsiz? Bir o'ylab ko'ring, azizim. Qaynonamisiz, onamisiz, kelinmisiz, siz ayolsiz. Qaysi pozitsiyada turishni o'zingiz bilasiz, o'zingiz tanlang.